Davom etamiz dasturchilar. Biz darsimiz davomida demak timer yasadik, stopwatch. Va u timerni start bosilganda qanaqa algoritmda ishlashini yozdik. Ya'ni sekund 59 bo'lganda minut 1 ga oshishini, minut 59 bo'lganda soat 1 ga oshishini va har bir minut va soat 1 ga oshishi davomida uni ortidagi kichik sekundni va minutni 0 ga aylantirib yuborib, xullas real timerga o'xshagan narsa qildik va uni stop qilinishini ko'rdik. Demak, stop qilinganda intervalni bitta o'zgaruvchiga berib qo'yish kerak ekan va clear interval degan funksiyaga o'sha o'zgaruvchini berish kerak ekan. Va biz React'dan foydalanayotganimiz uchun aynan o'sha o'zgaruvchini state deb qabul qildik. Ya'ni biz intervalimizni state ga yozib qo'ydik va clear intervalga state dan olib berdik. Va ko'rib turganingizdek, mana start va stop'i ishlaydigan sekundomer bo'ldi va startga disabled qo'ydik bir necha marta bosilmasligi uchun, chunki start bir necha marta bosilsa bir nechta intervallar hosil bo'ladi va sekundomerimiz xato ishlab qoladi. Ana endi biz keyingi button intervaldan foydalanamiz. Interval nima edi? Intervalga demak bosilganda o'sha aynan qaysi vaqtda bosilsa o'sha vaqtni saqlab qo'yish kerak edi. Xo'p. Buni qanday amalga oshiramiz? Demak, buni amalga oshirish uchun state'imizda bitta yangi o'zgaruvchi ochamiz. Bu ham bo'lsa, demak intervals deydigan bo'lsam chalg'ib ketishimiz mumkin. Shuning uchun boshqacharoq nom o'ylash kerak. Saved intervals deymizda unga bo'sh arrayni berib qo'yamiz. Tushunarlimi? Nimaga bo'sh arrayni berib qo'yamiz? Hozir bu haqida gaplashamiz. Xo'p, mana endi saved intervalsni biz pastda ishlatmoqchimiz. Masalan, saved intervalsni ichida biz vaqtni saqlaymiz. Ya'ni 10 sekund va xuddi shunaqa vaqtlarni saqlamoqchimiz mana. Saved intervals degan arrayimizda. Tushunarli? Ana endi uni pastda mana natija chizilgan joyda ishlatamiz. Ya'ni keling buni kart footerimizdan pastda ishlatamiz. Demak, this state nima edi? This state saved intervals. Xo'p, this state yozib o'tirmaslik uchun, demak, saved intervalsni mana bu yerga renderdan pastda qo'shib qo'yamiz. Demak, saved intervals mana. Va undan ana endi bemalol foydalanishimiz mumkin. Saved intervals. Va natijani ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, barcha o'sha arrayimizdagi elementlar chiqdi. Faqat har birini alohida qatordan qilishimiz kerak. Bo'lmasa mana shunaqa aralashib ketadi. Har birini alohida qatorda qilishimiz uchun, demak, biz uni map qilib aylanib chiqishimiz kerak. Buni yaxshi bilasiz. Demak, mapga item beriladi va p tegini ichida keling, biz itemni chiqaramiz. Bo'ldi. Biz ya'ni arrayga nima bergan bo'lsak, o'sha narsa bizga ko'rindi. Xo'sh. Ana endi biz nima qilamiz? Endi biz mana shu saved intervalsni demak o'zimiz saqlaymiz. Hozir biz qo'lda berib qo'ydik, lekin unaqa bo'lish kerak emas. Bu boshlanishida bo'sh array bo'lib turishi kerak va bizga hech narsa ko'rinish kerak emas. Biz interval degan knopkani bosganimizda o'sha qaysi vaqtga kelib qolgan bo'lsa timer, o'sha vaqtni saqlab ketaverishimiz kerak. Tushunarlimi? Menimcha bu juda oddiy bo'lsa kerak. Xo'p, nega biz aynan saved interval state'iga bo'sh array berdik? Chunki agar biz bo'sh array bermasak, masalan, bo'sh string beradigan bo'lsak, bizlarga page ochilganda xato beradi. Va map is not a function. Map funksiya emas demoqda. Ya'ni
biz chunki string uchun set intervals boshida agar string bo'ladigan bo'lsa, string uchun mapni ishlatishga harakat qildik va xatolik oldik. Tushunarli? Juda ham ko'p real loyihalarda mana shunaqa xatolik uchraydi. Ya'ni arrayni o'zi array bo'lgan elementni string deb berib qo'yishadi va uni map qilib qo'yishadi. Ko'p o'sha boshlang'ich dasturchilar shu xatoga ko'p yo'l qo'yadi. Shuning uchun buni aytib o'tyapman. Shuning uchun biz map bo'ladigan narsaga pustoy bo'sh array berib yuboradigan bo'lsak, hech qanday xatolik demak yuz bermaydi. Xo'p, demak, ana endi interval knopkasi bosilganda nima bo'ladi? Mana bizning interval buttonimiz. Xo'p, va u klik bo'lganda on klikda yana biz qanaqadir funksiya yaratib olamiz. Xo'sh, ikkita funksiyamiz bor, stop uchun va start uchun ishlatiladigan. Va biz uchinchi funksiyamizni ochamiz. On interval clicked. Albatta darsni yaxshilab diqqat bilan ko'rishingiz kerak. Har bir qismini yaxshilab tushunishingiz kerak. Chunki vazifa tariqasida siz o'zingiz sekundamer emas, timer yaratib olishingiz kerak bo'ladi. Timer bilasiz, sekundamerdan ozgina farq qiladi. Albatta buni tushuntirib o'taman. Aytilish kerak bo'ladigan, sizlar bilishingiz kerak bo'ladigan qismlarini bildiraman va o'zingiz timer yasashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun darsga yaxshilab diqqat bilan quloq soling va har bir gapni, mag'zini chaqishga harakat qiling. Xo'p, on interval clicked. Ana endi interval button bosilganda nima bo'ladi? Interval button bosilganda demak biz mana bu saved intervals degan state'imizga aynan o'sha vaqtni saqlab olishimiz kerak. Ya'ni bu qanday? Biz oldin this.state dan konstanta ko'rinishda saved intervalimizni olamiz. Saved intervalimizni olamiz. Bu tushunarli. Va saved intervals ni biz o'zgartiramiz. Xo'p. Agar saved intervalsga masalan biz push qiladigan bo'lsak, salom degan yozuvni bizda nima hodisa yuz beradi? Hozir nimadir xatolik bo'ldi shekilli. Biz o'sha on interval click degan funksiyamizni buttonga bermadik. On click bo'sh qolib ketdi va React bizni ogohlantirdi. On stop click emas, on interval click. Xo'p. Bo'ldi, endi demak natijani ko'ramiz. Demak biz interval bosilganda, interval knopkamiz bosilganda, mana interval knopka button bosilganda mana bu funksiya ishlaydi va bu funksiya ishlaganda biz state'dagi saved intervalsni get qilib olyapmiz va boshlang'ich holatida u bo'sh array va biz o'sha bo'sh arrayga salom degan yozuvni push qilyapmiz va biz nima natija olamiz? Hech qanday natija olmaymiz. Nega? Agar biz saved intervalsni console qilib ko'radigan bo'lsak, F12 ni bosib konsolni ko'radigan bo'lsak, har bitta bosganimizda mana yana qaytadan ko'rsataman. Har bitta bosganimizda nima bo'lyapti? Har bitta bosganimizda salom degan yozuv qo'shilyapti, lekin pejda hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti. Nima o'zgarish bo'lishi kerak edi? Biz o'sha intervalni map qilib chiqib, pastda chizib qo'yganmiz. To'g'rimi? Ammo hech qanday o'zgarish bo'lmayapti. State o'zgargani bilan o'zgarish bo'lmaydi. Qachonki biz set state degan metodni ishlatmagunimizcha. Xo'p, demak biz saved intervalsga salom degan yozuvni qo'shdik va buni state ga berib yuborishni unutdik. Demak saved intervalsni state ga berib yuborishimiz kerak edi. Va mana shu joyda qiziq bir holat bor. Biz saved intervals degan key ga saved intervals degan value ni berib yuboryapmiz, to'g'rimi? Mana obyektning ichida. Va mana shu joyda biz agar key ni ham value ni ham ifodalaydigan bir xil nom bo'lsa, bittasini o'chirib tashlashimiz kifoya. Ya'ni mana shu hozir yozilgan sintaksis saved intervals 2.saved intervals degan yozuv bilan bir xil kuchga ega. Tushunarlimi? Demak biz bittasini o'chirib tashlasak ham xuddi o'sha narsa ishlaydi. Natijani tekshirib ko'ramiz. Brauzerga o'tib interval knopkasini bosamiz. Mana salom degan yozuv paydo bo'ldi. Yana bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, demak salom degan yozuv paydo bo'ldi. Lekin biz o'tgan darsimizdan o'tgan edik, nima?
each in a list should have a unique key prop. Ya'ni listdagi har bir element unique key bilan ta'minlanishi kerak. Biz buni o'tgan darsimizda aytgan edik. Key har doim map qilingan elementga berilishi shart. Bo'lmasa React xatolik beradi deb aytgan edik. Va biz Reactni, lekin kodimiz ishlayveradi. Biz key qo'ymaydigan bo'lsak, hech qanday bizga muammo bo'lmaydi. Deyarli hech qanday muammo bo'lmaydi. Ammo React konsolda xatolik beraveradi. Demak, itemni yonidan biz indeks qo'shamiz va shu indeksni keyga berib yuboramiz. Tushunarlimi? Ajoyib. Xatoligimiz yo'qoldi. Va biz intervalni bosadigan bo'lsak, mana necha marta bosadigan bo'lsak, shuncha marta salom degan yozuvni arrayga qo'shyapti va o'sha qo'shilgandan keyin hosil bo'lgan arrayni bizga chizib beryapti. Xullas shunaqa. Ana endi biz shunchaki salom degan yozuvni emas, timerimizning, sekundamerimizning vaqtini qo'shishimiz kerak intervalga. Va shunda maqsadga yetamiz. Demak, vaqtni qayerdan olamiz? Vaqtni albatta state dan olamiz. State da bizga second, minute va hour degan state'larimiz bor. Ulardan biz kerakli stringni yasab olamiz. Ya'ni hour plus demak 2 nuqta plus minute plus 2 nuqta plus sekund. Bo'ldi. Demak, biz xohlagan narsa mana shu edi. Mana bosadigan bo'lsak, boshlang'ich holatda 0. Keling shu intervalni boshlang'ich holatda ishlamaydigan qilamiz. Chunki timer, ya'ni sekundamer ishlamay turgan vaqtda intervalni bosishdan hech qanday ma'ni yo'q. Xo'p. Interval buttonimga boraman. Mana interval buttonimiz va uni disabled qilib qo'yaman. Qachon disabled qilaman? Albatta start bosilmagan paytda interval ishlamasligi kerak. To'g'rimi? Ya'ni qachonki bizni startimiz bosilgan bo'lsa, startimiz bosildiki, displeyi nima bo'ladi? Disabled bo'ladi. Ya'ni disabled bo'ladi, uzr. Startimiz bosildiki, uni disabled true bo'ladi. Va mana shu startimni disabled true bo'lgan paytda mening intervalim ishlash kerak. Ya'ni on start disabled edimi, nima edi? Mana start disabled degan o'zgaruvchim qachonki true bo'lsa, startim disabled bo'lib qoladi. Ya'ni startim disabled bo'ldi degani sekundamer yuryapti degani. 0 1 2 3 oshib boryapti degani. Va mana shu startim disabled bo'lgan paytda meni intervalim ishlash kerak. Ya'ni intervalim disabled bo'lmasligi kerak. Ya'ni start bilan interval qarama-qarshi disabled bo'ladi. Mana boshlang'ich holatda biz intervalni bosa olmaymiz, chunki start disabled degan o'zgaruvchimiz qiymati false-ga teng va biz uni yoniga inkor qo'yish orqali true-ga aylantirib yuboryapmiz. Inkor qo'yish undov belgisi bilan amalga oshiriladi. Tushunarlimi? Demak, biz JSX da bemalol mana shunaqa ko'rinishda foydalanishimiz mumkin ekan. Node dan shunday foydalanishimiz mumkin. Va biz startni bosib ko'ramiz. Mana startni bosganimizda timerimiz, sekundamerimiz start bo'ldi va intervalimiz ham ochildi. Va mana endi xohlagan vaqtimizni biz saqlab ketaveramiz. Xuddi real sekundamerga o'xshash holat. Xullas mana ishlayapti. Intervalni ham ishlatdik. Va stopni ham ishlatdik va birgina clear qoldi. Xo'p, clearda nima qilamiz? Clear bu juda ham oson. Clearni o'zingiz ham qila olasiz. Demak, videoni pauza qilib, clearni qilishga o'zingiz harakat qilib ko'ring. Agar o'xshamasa, demak, biz mana buni ko'rsatib ham beramiz. Xo'sh, clear bosilganda ham, demak, yana bitta funksiya yozamiz. 4-funksiyamiz on clear clicked. Xo'sh, va bu joyda nima qilishimiz kerak? Demak, bu joyda birinchi navbatda
Agar sekundomer to'xtatilmagan bo'lsa, hozir xatolik berdi. Nimagaki biz on clickni yana bo'sh qoldirdik. This nuqta clear clicked. Demak, clear nima qilish kerak? Biz startni bosdik. Va clearni bosganimizda bu 0 bo'lish kerak va interval to'xtash kerak. Ikkita holat. Sekundomerimiz 000 bo'lish kerak va intervalimiz to'xtashi kerak. Demak, bir vaqtning o'zida ham stop funksiyasi bajarilishi kerak, ham mana bu qiymatlar 0 ga aylantirilishi kerak. Demak, clear bosilganda mana qiziq holat bo'ladi hozir. Biz this nuqta caps lock bosilib qolgan ekan. This nuqta on stop clicked ni ishlatamiz. Ya'ni timerni stop qilish uchun. Va qo'shimcha ravishda biz state ni o'zgartiramiz. Set state nima edi? Sekund 0, minut 0 va hour, ya'ni soat 0. Bo'ldi. Endi natijani tekshirib ko'ramiz. Demak, start bosilganda sekundomerim ishga tushdi. Intervallarim demak ishlayapti. Stop bosilganda to'xtayapti. Yana start qiladigan bo'lsam ishlayapti. Yana stop qiladigan bo'lsam, demak interval o'chib qolyapti, chunki stop qilgan paytda interval ishlatishdan ma'no yo'q. Va yana startni bosadigan bo'lsam, yana davom etyapti va clearni bosadigan bo'lsam, demak sekundomerim to'xtab, qiymatlar esa 0 ga aylanishi kerak. Va mana biz istagan narsa. Tushunarli? Ammo clear bosilganda mana bu qiymatlar ham o'tishi kerak. Clear o'z nomi bilan clear, barcha narsani tozalab yuborib, boshlang'ich 0 holatiga olib kelish kerak. Va shuning uchun yana bitta qo'shimcha ish, biz interval edimi, nima edi? Saved intervals degan state'imizga bo'sh arrayni berib qo'yamiz. Ya'ni uni bo'shatib qo'yamiz. Va ana endi tekshiramiz. Demak, start sekundomer yurdi, intervallar, biz stop qilsak to'xtaydi, yana start qilsak davom etadi. Yana intervallar saqlaymiz va clear bosganimizda 3 ta holat bo'ladi. Interval to'xtaydi. Clear bosganimizda interval to'xtaydi. Bu birinchisi. Sekund o'sha yetib kelgan qiymatimiz, ya'ni mana bu vaqtlar barchasini 0 ga aylantiradi. Bu ikkinchisi. Va uchinchisi mana pastdagi nimalar saqlangan interval vaqtlar ham bu uchinchisi bo'shatiladi. Mana endi clearni bosib tekshirib ko'ramiz. Mana boshlang'ich holatiga qaytdi. Demak, mana shu sekundomer edi. Ushbu darsimizda biz o'tgan mavzularni mustahkamlash maqsadida shunaqa kichkina dasturcha qildik. Endi siz albatta buni videoga qaramasdan turib o'zingiz qilishga harakat qilib ko'ring va muvaffaqiyatli o'xshagandan keyin esa o'zingiz timer yasashga harakat qilib ko'ring. Xo'p, timer yasashda nima muammoga duch kelasiz? Timer yasashda biz hali mana bu inputlarni o'tmadik. Ya'ni inputga ma'lumot kiritib, uni olish kabi narsalarni hali o'tganimiz yo'q. Siz timerni qanday qilib yaratasiz? Bunda demak xo'sh. Mana hour, minut, sekund degan o'zgaruvchilarimizga tepasiga plus, pastiga minus button qo'yish orqali masalan qilishingiz mumkin. Keling, masalan, misol tariqasida bir ko'rib olamiz. Demak, h3 ni ichida ekan barchasi. Xo'p. Va biz mana masalan button qo'yamizda, plus degan button. Yana button qo'yamizda, minus degan button. Mana. Bu hour uchun edi. Va xuddi shunaqa minut uchun ham bo'ladi. Va xuddi shunaqa sekund uchun ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib plus minus qilib biz o'zimizga kerakli vaqtni yasab olamizda, start timer qilamizda. Faqat ana endi darsdagidan farqi timer orqaga qarab harakatlanadi, ya'ni, to'g'rimi? Ya'ni 2 minut berib qo'ysak, 2 minut harakatlanadi, 2 minutdan keyin bizga qanaqadir signal berish kerak. Va o'sha qanaqadir JavaScript yordamida signal berishga ham albatta o'zingiz urinib ko'ring. Agar avval qilib ko'rmagan bo'lsangiz, juda ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, timerni vaqt berish qismini alohida
ko'rsatish qismini alohida qilib qo'yishingiz kerak. Keling shu joyni masalan biz oxiriga yetib ko'rib qo'yamiz. Barcha qiymatlarga chap va o'ng tomoniga plus va minus button qo'yib qo'yamiz mana. Mana ko'rib turganingizdek, buni ko'chirib olaman. Bu albatta noto'g'ri joyda turibdi hozir va eski holatiga qaytarib qo'yamiz. Mana eski holatiga qaytardik. Va siz buni mana offset uch qilib ajratgan joyimizni olgan holatda o'sha joyga call md uch deb turib aynan mana shu joyga o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Va har birini xo'sh, alohida qatorda qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, tez bo'lish uchun men bu yerdan foydalanaman. Mana. Va bu hours, bu minutes va seconds. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek mana shunaqa holat bo'ladi. Hourni alohida, minutni alohida, sekundni alohida plus va minus buttonlar orqali qiymatini beramizda, keyin timerni start qilamiz va timer orqaga qarab harakatlanadi va timer o'z nihoyasiga yetganda qanaqadir bizga signal berish kerak. Xo'p. Bu yerda demak stop va interval buttonlari kerak bo'lmaydi. Stop buttoni kerak bo'lishi mumkin, timerni stop qilib qo'yish mumkin. Start, stop va clear bo'ladi. Intervalga esa bu yerda hojat bo'lmaydi. Xo'p. Demak, bugungi darsimiz mana shunaqa amaliy dars edi. Siz o'ziga xos amaliy o'sha sekundomer yasaganimizni guvohi bo'ldingiz va o'zingizga demak timer yasash vazifasi qo'yildi. Dasturlashni PDPda o'rganishda davom eting. Xudo xolasa keyingi darslarimiz juda ham qiziq darslar. Komponentlar bilan, multiple komponentlar bilan ishlash bo'ladi, ya'ni ko'p komponentlar bilan ishlash. Xo'p. Keyingi darsimiz demak komponentlar bilan ishlash bo'ladi, ya'ni ko'p komponentlar bilan ishlash. Va juda ham qiziqarli bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.